Ajrashgan ayoldan chotki motivatsiya oxirigacha eshiting. Yo xulosani esa kommentga yozib ketasizlar. Ajrashib o'zim karyeramni ko'tarib, o'zim uchun lichniy brend qilib ishlayman degan ayollar bu ahmoq ayollar, to'g'risi. Chunki u tayyor turishi kerak, yetim katta qilyaptimi, bo'ldi, u ko'chada ishlaydi. Rizq Allohdan deymiz, lekin rizq Allohdan kelish uchun harakat qilamiz. Men hozir o'zim o'q qo'ryapman, cho'q qo'ryapman, to'g'rimi? Kerak menga shu narsalar. Farzandlar uchun, kelajak uchun deb turib, qayg'urib rizq uchun chiqamizmi ko'chaga? Chiqdingiz, bo'ldi, jamiyatda erkaklarning ichidasiz. Oson emas ko'chada voyovat qilish, erkaklar bilan baravar chiqib olib urushgan ketadigan ayoldekda u. Yig'lash kerak emas, emotsiyani ko'rsatish kerak emas, hech narsani ko'rsatish kerak emas. Ajrashishdan oldin o'ylash kerak. Ya'ni har bitta narsani bahona qilib ajrab yashab o'tish kerak bo'lgan joylar bor. Вообще ajrashish kerak emas. Bundan ko'ra bir kosa ovqatni uyda chiroyli bolalariga berib, bizda ko'chada yurgan ayollarimiz, o'shaning uchun bizning orzuyimiz uyda o'tirish. Uyda o'tirgan ayollar sizlarga o'xshab lichniy brend qilsam deydi, lekin u lichniy brendning orqasida qancha mashaqqat yotibdi, qancha dard, alam, drama deb o'zi целая istoriya. Boshqa ayollar zo'r ko'chada yashayotgandir. No, baribir fitratimizda uyda o'tirish, eri duosini olish, rozi qilish degan narsalarni kirgizishgan-ku. Va fitratga qaytadigan bo'lsak, biz ayolimiz ojizamiz. Bo'ldi, shu. Yo'q, fitratdan chiqib ketib, ko'chada uspешный bo'lib yurish kimga yoqmaydi, lekin uni o'ziga yarasha energetik parchalab tashlaydigan tomonlari ham bor ekan-da. Biz kuchli emasmiz sizlarchalik. Sizlar kuchlisizlar. Masalan, bitta kichkina jussasi, kichkina bolachani olaylik. Men ularning oldida kuchliroq ko'rinaman-ku. Men pulim bilan, vlastim bilan buzib yuboraman desam ham, energiya jihatidan bular kuchli. Erkakdan keladigan baraka boshqa, erkakdan keladigan energiya boshqa. O'sha uyda o'tirish kerak ayollar. Men shuni tarafdorim. Yana ham bizdan erkaklar hamma narsamizni qilib berishadi yashaganda. Lekin, конечно, meni ko'rayotgan ko'pchilik ayollar aytishi mumkin, hech narsa qilib bermayapti, aliment to'lamayapti, bu narsalar. No, hamma narsa qarsi qo'ldan chiqadi. O'xshamayaptimi, psixologlarga borib ustida ishlash kerak. Ba'zi ikkita odam kelisha olmayaptimi, albatta uchinchi odam qo'shib yechim topishga harakat qilish kerak. Ana bo'ldi deb prinsipga ketib ajrashib ketsa, hamma ajrashib ketaveradi, o'rtada bolalar yetim qoladi.